Kontaruz meselesi biroz tema bo'ladi u. Kimdir biri men yeb yuribman, meni balam bezovta bo'lmaydi deydi, kimdir bilan men bir marta yegandan balam bezovta bo'ladi deydi. Bunga sabab balani ichakida hazm qiluvchi fermentlarda ozroq bo'lib oladigan muammolardan birisi. Masalan, har taraflama ichak ham o'zim sog'lom tug'ilgan bola uchun dieta tushunchasi mavjud emas. Lekin ichakdagi muammo hozirgi balada ko'proq bo'lib turganligi uchun dieta tushunchasi shu bolalarga nisbatan kiritiladi. Hamma uchun emas. Bu bola uchun ham lekin dietani kiritamiz. Qon tarozni cheklab turish kerak. Keyin mol go'shti yeb turibmiz. Tuxum yeb turibmiz. Pomidor bodringmi? Pomidor 3 kundan bir yeyman. 3 kundan bir sveji pomidor yeyiladi. 3 kunlik pomidor yeyiladimi? Bo'ladi.